Hop, birinchisi f2x boshlang'ich dx deyiladi. Boshlang'ich funksiyasini toping degan joyida biz nima qilamiz? Tushunishimiz uchun biz oldin mana buni ko'rib chiqdik-ku, fx da. Boshlang'ichi nimaga teng? Shunaqamidi? Tushunamidi? Endi f2x biz bu misolda qanday qilib yechimini topamiz desa, 2x ni biron bir t harfini belgilayman. Chap va o'ng tarafini, ya'ni buni t deb belgiladim-ku. dx bo'lib qoladimi? Biz mana bu belgi x ga nisbatan boshlang'ichini o degani. Bu yerda f da bu boshqa harf bo'lyapti. X ga nisbatan boshlang'ichini ololmaymiz bu yerda hozir. Bu son bo'lib qoladi. Sonning boshlang'ichi deganda bo'lib qoladi. Endi dx ni t ga aylantirishim uchun, mana bu dx ni dt ga aylantirishim uchun men mana bundan hosil olaman. Hosil olaman. Hozir. Hosilasi nimaga teng? 2 x ga nisbatan hosil oldikmi? Ma'nosi nima? X ga nisbatan differensialladim. Differensialni ma'nosi hosila oldim degan. Demak, x ga nisbatan differensial dx deb ketaman. T ni hosilasi nimaga teng? 1 ga teng. Nimaga nisbatan hosil olinadi? T ga nisbatan dt deymiz. Tushunarlimi? Endi dx bizda teng bo'ladi. Mana buni yo'qotib olishim kerak. Ya'ni deb qo'yay. Dt taqsim 2 teng dx mi? Dx o'rniga nimani olib qo'yaman? Dt taqsim 2 ni olib qo'yaman. Tushunarlimi? Va bundan hosil bo'ladigan narsa nima bor? Integral belgisi f t ko'paytirilgan dt taqsim 2. 1 taqsim 2 ni chiqarib olaman. 1 taqsim 2 ni chiqarib olaman. f t dt. Boshlang'ichi nimaga teng edi? f t ga tengmidi? To'g'rimi? Plus s. T ni boshida nima deb belgiladik? 2x ni olib qo'yapmiz. Eslaringda bo'lsa mana misol bor edi. Sinus kx dx degan narsa bor edi. Minus 1 taqsim k kosinus kx plus s deb ketgan. To'g'rimi? Aytdim bolalar, aytdi kx kelyapti, teskari tushirasizlar degan so'zni ishlatdim. Aslida xuddi shu yerdan shunday. Boshlang'ichi nimaga teng desa 2x turibdi-ku, 2 ni teskari tushirib qo'yiladi. Mana bu hozir undan deyapsiz, to'g'rimi? Ishoning bu optimalroq. Yoki sal o'zgaruvchi kiritish usuli deganman, to'g'rimi? Differensialga kiritish usuli ham deb ketishimiz mumkin. Diffni ichiga kiritish usuli. Diffni ichiga kiritish degani nima degani? 9-sinfni qaraymiz. Integral belgisi f 3x minus 2 dx. To'g'rimi? Diffni ichiga nimani kirgizamiz desa, mana differensial, to'g'rimi? Berilgan. Mana bu x o'rniga olib qo'yilgan. Kirgizdim. Buni ma'nosi nima? Kirgizilgan narsani hosilasi olinish kerak dedi. Mavzular. Aytgandim? Ichiga kirgizgan narsamizdan doimo hosil olamiz. Hosilasi nimaga teng? 3 ga tengmi? Bu 3 oldiga teskari bo'lib tushadi. Ikkita bir xil bo'ldimi? Harfni belgilab olaman. F da dt. Mana yerda bajargan ishimni ketma-ketlik bir xil narsa ikkalasi. Faqat o'zida bajaryapman, bu yerda nima qilyapman ekan? Maydalab tushuntirib berish degan ish. Endi buni boshlang'ichi nimaga teng edi? F nimada? Plus s nimada? T ni nima deb ifodaladik? Demak, 1 taqsim 3 f 3x minus 2 plus s. Tamam, tushundingmi? Navbatdagisi ham bormi?
14'incisi. 5x plus 2 ning 5'incisi dx. Buni boshlang'ichini oling desam, ko'pchilik erinmay bilasizlarmi nima ish qiladi? Ochib chiqadi. Nechinchi darajada ekan bu? Ishoninglar, o'sha javob yerda yo'q. Bu yerda yo'q. Endi tasavvur qilinglar, bunday tasavvur qilinglar. Bu men o'rganganman, hosila olsam, murakkab funksiyaning hosilasi bo'lgan bu. Birinchi nimadan hosila olaman? 5x plus 2 danmi? O'sha so'zni aytyapsan, undan ko'ra mana bu yerga yozib qo'y. 5x plus 2 ning 5-incisi d 5x plus 2 deyman. O'sha olmoqchi bo'lgan hosilangni differensial ichiga kirgizaveryapsan. Va kirgizgan narsangni hosilasi nima bo'ladi? Oldiga qanday tushadi? Burasi teskari degan so'zni ustanovka qo'y. Bu ikkalasi bir xil bo'lgandan keyin t ni 5-incisi d t bo'ladi. T ga nisbatan hosil olindi degani deydi. Buni boshlang'ichi nimaga deng? Yo'q, hosil boshlang'ichi nimaga teng? T ni 5-incisi. Rahmat, t ni 6-incisi taqsim 6 plus s. Demak, 1 taqsim 30. To'g'rimi? T ni 6-incisi plus s. T ni o'rniga nimani olib qo'ying? 5x plus 2 ning 6-incisi taqsim 30 plus s. Tushunarli bo'ldimi? Navbatdagisini qaraylik. 20-sini. Mana qanday yozsam bo'ladi? Chunki biz hosil olayotganda nima qilardik? Birinchi ichidan keyin tepasidan olardik, to'g'ri? Ildiz bo'lib qolsa nimaga aylantira olardik? Ta'sirga aylantirardik, to'g'ri? Lekin bu murakkab funksiyani boshlang'ichi bo'lyapti. Men nima qilaman? Integral belgisi x plus 1 taqsim 4-darajasi differensialni ichiga kirgizib olaman nimani? Rahmat, x plus 1 ni kirgizdim, x plus 1 ni kirgizdim. İchiga kirgan narsa nima qilinadi? Hosilasi nimaga teng? 1. Sizga kerak emasmi? Yo'q. Demak, t ni 1 taqsim 4-incisi dt. Tushunarlimi? Biz t ni nima deb belgiladik? O'shani hisobga olib qo'ydik. T 5 taqsim 4, 4 taqsim 5 plus s. 4 taqsim 5 teng x plus 1 5 taqsim 4 plus s. Yoki-da 4 taqsim 5 4-darajali iltizosida x plus 1 ning 5-incisi plus s. Tushunarli bo'ldimi? Hamma tushundimi? Yoki sal kuchaytirilgan formasi deymiz. 25-misolga hamma qarasa. Boshlang'ichini olib bering. Nima ish qilamiz? Yo'q, mana shu. Nimani ichiga kirgizib olamiz? 5 1 taqsim minus 6x plus 4 dx deb mana parchaladi. Nimani kirgizaman? Minus 6x plus 4 nimaga? Nimaga? Nima miyangda o'tdiki, mana shu minus 6x plus 4 ni kirgizaman dedik. Asosiy bo'lish kerak. Hosila? Yo'q, nimani senga eslatdiki? To'g'ri aytding hozir minus 6x plus 4 ni ichiga kirgizding. Hosilasi nimaga teng? Minus 6 ga teng. Oldiga qanday tushadi? Minus 5 taqsim 6 1 taqsim t dt. Ya'ni bir xil-ku. Nimani eslatdi mana shu hozir? Qaysi formulani eslatyapti boshlang'ichda? ln x da. ln x da hosilasi nimaga teng? 1 taqsim x ga teng. Demak, ln nima bu? Minus 5 taqsim 6 ln t plus s. T ni o'rniga nimani borib qo'yamiz? Minus 6x plus 4 plus s. Minus ta'sir qildirib olsam natija ko'rinadi. Tushunarli bo'ldimi? Pauza yozib qo'ydim. Hosilani olib ketdi. Demak, o'shani hosil olyapsan-ku, y darajasida minus 3x plus 4 deymanda, d nechiga kirgizib olaman? Minus 3x plus 4. Bir xil bo'ldimi? Buni hosilasi nimaga teng?
Oldiga qanday tushadi? Minus 1 taqsim 3. Yana tayinchisi dt. O'ziga tengmi? Tani o'rniga nimani olib kelib qo'yaman? Minus 1 taqsim 3. Yana minus 3x plus 4 plus s. Hamma tushundimi? Bundachi? 2 minus 3x plus 5. Den o'rniga minus 3x plus 5. Den o'rniga emas, ichiga. X ni o'rniga olib borasiz. Fosilasi nimaga teng? Oldiga qanday tushadi? 2 ni tayinchisi dt midi? Boshlang'ichi nimaga teng edi? 2 ni tayinchi. 2 t taqsim ln 2. Tushunarlimi? Minus taqsim 3 ham bor, plus s. Ten o'rniga nima olib kelib qo'yaman? Minus 2 darajasida minus 3x plus 5. Tushunarli bo'ldimi? Shundaymi? Bunda nima qiladilaring oldin? Nimadan hosil oladilaring? 3 minus 4x. Demak, 3 minus 4x taqsim 5 bo'lamanda d qolishida 3 minus 4x taqsim 5 bo'ladi. Buni hosilasi nimaga teng? Minus 4 taqsim 5. Minus 4 taqsim 5 oldiga qanday tushadi? 5 taqsim 4. Minus 5 taqsim 4. Sinus t dt. Belgilash. Plus 5 taqsim 4 kosinus t bo'lyaptimi? Plus s. Ten o'rniga nimani olib kelib qo'yasiz? Kosinus 3 minus 4x taqsim 5 plus s. Bunda nima ish qiladilaring oldin? Sinus kvadrat x bo'ladi. Yo, mana xalaq beryapti. Nima qiladilar? x plus 4 Bir taqsim sinus kvadrat px plus 0,5 d qolishida px plus 0,5 midi? Bir xil bo'ldi. Buni hosilasi nimaga teng? Pi ga teng. Pi qanday tushadi oldiga? Bir taqsim pi. Bir taqsim sinus kvadratda plus d. Boshlang'ichi nimaga teng edi? Minus 1 taqsim pi katanginus t plus s. T'ni nimada belgiladik? x plus 4. Minus 1 taqsim pi katanginus px plus 0,5 plus s. Hamma tushundimi? Bu formula o'rganganmisizlar shu yerda? Yo'q. Sinus alfa. Qanday 2 ga ko'paytirib olasiz? Dabay. Sinus alfa kosinus beta. Qaysi qoida shunda? Trigonometriya 1 taqsim 2 sinus. Ko'paytmani yig'indiga olib kelish deydi. Esga tushdimi? Demak, 1 taqsim 2 Sinus alfa. sinus 5x ga 3x ni ayiramiz. 2x plus 5x ga 3x qo'shamiz. 8x. Dx midi? Endi har biriga nisbatan boshlang'ich olaman-da. Har biriga nisbatan. Buni qavsni tashqariga chiqarib tashlab ham bo'laveradi. Xo'sh. 1 taqsim 2 dedi. Sinus 2x ni o'rganmaganmiz-ku, to'g'rimi? Minus kosinus 1 taqsim 2 minus. Ha, mana buni kirgizib olishimiz mumkin yoki уже o'rgandik. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 qolishida 1 taqsim 2 kosinus 2x. Faqat nima turadi oldinda? Nima tushadi bunda? 1 taqsim 8 oldida minus bo'ladi. Kosinus 8x plus s. 1 taqsim 2 ni kirgizaman. Minus 1 taqsim 4 kosinus 2x minus 1 taqsim 16 kosinus 8x plus s. Tushunarli bo'ldimi? Hamma tushundimi? Bundachi? Kosinus alfa plus kosinus beta. Kosinus x, ya'ni kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta. 1 taqsim 2 kosinus 4x 2x birinchi minus keladi. Kosinus 4x. To'g'rimi? Yo'q, kosinus-ku. Endi buni boshlang'ichi nimaga tengadi? 1 taqsim 2 kosinus 2x sinus 1 taqsim 2 sinus 2x. Shundaymi? 1 taqsim 4 sinus 4x. Plus s 1 taqsim 4 sinus 2x plus 1 taqsim 8 sinus 4x. Plus s. Mana bu endi ko'pchilik qiynaladigan savol. Lekin eplasa bo'ladi. Qaranglar. Qanday qilib boshlang'ichni olaman?
Qanday? Ikkalasi mazkur endi ikkalasi tengma-tengma qo'sh 6x minus 4 Shunday dx Bo'limlar hosil bo'ldi. Bo'limaniki emasda, bo'limi bo'lsa kvadrat turgan bo'lishi kerak. Shunda biz sal o'ylasak bo'ladi. Bunaqada tavsiya qilaman, iloji boricha. Mahrajga qaranglar, suratni qaranglar. Mahrajga qaranglar, suratga qaranglar. Ya'ni tepa pastga qaranglar degani tepani pastga o'xshatishimiz kerak. Tepani pastga o'xshatsa bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Yoki buni bunga bo'lib olsalaring o'zi kelib chiqadi. Nima maqsadda? Qaranglar. Murakkabroq usulda tushuntiraman, osonroq usulda tushuntiraman. Birinchi murakkabroq qanaqa? Ya'ni qoida qo'llashlaring uchun. 6x plus 3 plus 1. Savol paydo bo'lyapti. Nima uchun 6x yo'q, kechirasizlar ekan, lekin manba ekan. Nima uchun aynan 6x plus 2 plus ikkala qavsdan tashqariga chiqarganimizda 3x plus 1 bo'ladi. 3x plus 1 bo'ladimi? Tayib bilan Taqsim 3x plus 1 deb alohida kasr plus 2 taqsim 3x plus 1 ko'rinishda yozish uchun. Ya'ni bu bilan bu qisqarsa qoladi bizda 2 qo'shilgan 2 taqsim 3x plus 1 mana. Osonlashdi deganida. Ya'ni ma'nosi nima degan? dx plus 1 taqsim 3x plus 1 dx. Tushunarli? Boshlang'ichi nimaga teng buni? 2x plus. Buni boshlang'ichini olayotganda nima qildik? 2 taqsim 3x plus 1 ni differensialda ichiga kirgizdim. Kirgizdim. 3 bo'lyaptimi? 2x plus 2 taqsim 3, 1 taqsim t, dt deb olyapmiz. 2x plus 2 taqsim 3 ln t plus s. 2x plus 2 taqsim 3 ln 3x plus 1 plus s degan. Hamma tushundimi? Nima qildim? T ni nima deb belgiladim men? 3x plus 1 deb belgilamadim. O'rniga kelib qo'ydim. Ana endi osonroq usuli, burchak usulida bo'lishni ham o'rgatdim. 2x minus 3. Ya'ni necha etmayapti? 4. Ko'paytiryapmiz. 4x minus 12. Ayirsam necha qoladi? Kechirasizlar. 13. 13 qoladi. Mana bunda yozamiz. 4 qo'shilgan 13 taqsim 2x minus 3. Umumiy mahraj berdilar, mana shunaqa chiqadi bittalarga o'xshaydi. Osonlashdimi? Ya'ni bunday maydalar olib kelmadimmi? To'g'ridan-to'g'ri qoldiqli bo'lish qoidasidan foydalanaman. Xo'p, tur boshlang'ichi nimaga teng edi? 4x plus 13. Birdaniga ayta olasizlarmi mana shu boshlang'ichi? 13 taqsim 2 ln 2x minus 3 plus s. Qoida bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Oldi. Bitta 2 minut qizim. Differensialni ichiga kiritib olyapmiz. Differensialni ichiga kirdi degan nima degani? Hosil oldik. Hosilasi necha metr? Mana bilan qisqarib ketadi. To'g'rimi? 3x kvadrat surat edi. Bu teskari tushdi. 3x kvadrat bo'ldi. Bir taqsim buni ikkalasi bir xil bo'lsa nima qilamiz dedik? T deb olamiz. Bu bilan bu qisqardi. Buni boshlang'ichi nimaga teng? ln t plus s. T nimaga teng edi? 1 plus x ni kubi plus s. Aslida modul qo'yib qo'ysak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki manfiy qaysi qanaqa sonda kelishni o'rganimizda x da. Xo'p. 63 da qanday ishlaymiz? Nimaga mahrajni suratni emas? Nima uchun suratni emas degan savolni ishladim. Ya'ni hosilada refleks paydo bo'ldi, pastni hosilasi tepani bersa degan. Yo'q. Mabodo sen o'sha qoida esdan chiqib ketdi-da, ishoninglar katta ehtimol bilan buni tashlab ketasizlar. Miyaga kelsin demoqchiman. Ya'ni kirgizish degandan oldin buni hosilasini olib ko'r, tepadagini bersa, chunki olingan hosila pastga qanday tushadi deb o'rgatdim. Teskari, tepadagi bilan qisqarish kerak degan savol, javob keldi. Xo'p,
kosinus x plus 2 taqsim sinus x plus 2x d sinus x plus 2x. Buni hosilasi nimaga teng? Kosinus x plus 2 midi? Teskari deb yonma-yon qisqartirib tashlagan bo'laveradi. Qisqarib. 1 taqsim t dt deymiz. 1 taqsim t ni boshlang'ichi nimaga teng? Sinus s. To'g'rimi? ln sinus x plus 2x plus s deyiladi. Hamma tushundimi? Tushunarli bo'ldimi? Mana bu misolda aytsa, ko'pchilik, yo'q qarang. Agar men o'rgatmadim, birinchi miyangizga nima kelardi? Ko'paytirib chiqardik. Ishon hosil olmasdik. Aniq ko'paytirib chiqardik. Bu yerda unaqa javob bo'lmas. Bu yerda ikkinchi etap fikrlash. Ya'ni men fikrlayotganimda, demak buni hosilasi buni beryaptimi? Demak kirgizib yuboraman deyman. Demak 2x plus 4 ko'paytirilgan x kvadrat plus 4x plus 9 d x kvadrat plus 4x plus 9 hosilasi nimaga teng? 2x plus 4. Oldiga qanday tushadi? 2x plus 4 taqsim 2x plus 4. To'g'rimi? Bu nima edi? T bo'lib qolardi dt. Bu bilan bu qisqarib t dt deyapmiz. T ni boshlang'ichi nimaga teng edi? Zo'r. T kvadrat taqsim 2 plus s midi? T ni o'rniga nima olib kelib qo'yadi? Ana ular shunaqa olardi hosilada. Eslangda bormi? Birinchi ichidan hosillardan, keyin tashqaridan. Aslida to'g'ri qilasizlar. Xazma-xat ko'paytirasiz-ku siz. Faqat u yerda unaqa javob bo'lmaydi-da. Mana holatga kelyaptimi, siz yoyishga majbur bo'lardingiz. Yoyib turib, siz boyagi boshlang'ich oldingiz-ku, xazma-xat ko'paytirib. O'sha bilan teng bo'ladimi, yo'q, tekshirishga majbur bo'lardingiz. Ya'ni vaqtingizni yo'qotasiz. Tushunarlimi? Keyingisi. Bunda qanday qilaman? Ikkinchisida hosilasi qo'yib beramiz. Ha, bundan hosil oldingiz buni bermadi. To'g'rimi? Bundan ko'ra bundan hosil olib qo'yamiz. Xo'p, ketdik. 3 kosinus 3x plus sinus x ko'paytirilgan sinus 3x minus kosinus x d sinus 3x minus kosinus x. Hosilasi nimaga teng buni? 3 kosinus 3x minus sinus x. Bir xil bo'ldimi? Bu bilan bu qisqaradimi? To'g'rimi? Endi nima qilib ketaman? T dt. Boshlang'ichi nimaga teng t ni? T kvadrat taqsim 2 plus s. Ketdik. Sinus 3x minus kosinus x ning kvadrati taqsim 2 plus s. Tamam. Bundachi? Ikkinchisi kiradi. Demak, 4x ni kubi plus 1 taqsim x integral x ni 4-si plus ln x d x ni 4-si plus ln x hosilasi nimaga teng bo'ladi? 4x ni kubi plus 1 taqsim x mi? Qisqaradimi bu bilan? To'g'ri, bir xil bo'ldimi? Endi nima qilaman? T ko'paytirilgan dt deyman. Boshlang'ichi taqsim 2 plus s. T ni o'rniga nimani qo'yaman? X ni 4-si plus ln x ning kvadrati taqsim 2 plus s. Tushunarlimi? Mana endi haqiqiy. Lekin kecha yodlab qo'yinglar dedim. Tangens x ni yodlasalaring nima edi? Men yozib berdim. Modulda kosinus x. Yo'q. Qanaqa edi? Tangens x ni boshlang'ichlarga yozib berdim. ln modulda minus ln kosinus x plus s. Qanday qilib isbotlaymiz shuni? Kosinus, tangens ve sinus kosinus. Zo'r. Mana sinus x taqsim kosinus x. Nima qilaman? Bu bir sinus x kosinus x da bo'lamiz. Mana xato. Ko'rlaringmi? Yangisi sal kelib qolayotgan bo'lsa muzlayapsizlar. Kosinus hosilasini mana unday shunga o'xshagan ko'zlaringga tuyuldimi? Mana uni hosilasini miyangga olib ko'rding, tepani beryapti ekan. Shuning uchun ichiga kirgizib olding. Kosinus hosilasi nimaga teng? Minus sinus x mi? Bu bilan bu qisqarib ketsa minus 1 taqsim t dt. Minus ln t plus s midi? T nima edi? Kosinus x. Mana isbot qayerdan keldi. Prosta yodlab qo'yinglar. Misol kelganda shaqilab
ishlab tashlaysizlar degan ma'noda yodlatdim. Aslida isboti shu. Tushunarlimi? Navbatdagi cosinus x ko'paytirgan y darajasida sinus x bo'ladi. Sinus x'dan hosil olamiz. Cosinus x dan hosil olasiz? Nimada? Yo'q, aytavering, navbatdagi xato bo'lsa bizga ham yaxshi. Mana cosinus olib kiryapman. Keyin o'chirib tashlayman. Kirgizdim siz uchun. Deb qo'yaylik. Hosilasi nimaga teng? Minus sinus x qisqaryaptimi? Chunki t deb ifodalaganimdan keyin menda ikkita noma'lum paydo bo'lib qolyapti-da. Menda ikkita noma'lum emas, bitta noma'lum bo'lishi kerak. Boshlang'ich holat. Demak, nima qilaman? Sinus x ni kirgizib yuboraman. Ya'ni integral belgisi cosinus x ko'paytirgan y sinus x d sinus x hosilasi nimaga teng? Minus cosinus. Minus deysan. Sen teng. Yana tayinsa, kamerada enasa. Hadi o'chirishimga deydi. Bo'layapti. Ketdik. Bundachi. Zo'r misol. Bir taqsim x ln x beradi. Bir taqsim x ln x beradi. Demak, nimani belgilaymiz? X. 1 plus ln x. Ko'pincha daraja nizosida 1 plus ln x edi. To'g'rimi? Taqsim x ko'paytirilgan t qolishdi. 1 plus ln x. Hosilasi nimaga teng? Bir taqsim x. Bo'ldi. Qisqardimi? Ko'p daraja nizosida t dt. Qanday boshlang'ichni olardik? Zo'r. T'ning 1 taqsim 3-si dt deymiz. T'ning 1 taqsim 3 qo'shilgan biri bo'lingan 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 plus s. Bu nechi degan? 3 taqsim 4. 3-chi daraja nizosida t'ning nimasi? Plus s midi? T nimaga teng edi? 1 plus ln x. 3 taqsim 4 ko'p daraja nizosida 1 plus ln x ning 4-si plus s. Tushunarli bo'ldimi? Qistirmoqchi emasman, pauza qilasiz keyingisi. Bunga qanaqa tartib berasiz? Buni bir taqsim ilzosida 1 minus x kvadrat. Qarang. Bir taqsim ilzosida 1 minus x kvadratning boshlang'ichi nimaga teng edi? Bir taqsim ilzosida 1 minus arsinus. Qarang, x kvadrat edi. Erta hech qanaqa yonda ko'paytiruvchisi yo'q edi. Nima qilamiz? Minus x kvadrat. Yo'q, x kvadrat emas. dx taqsim ilzosida 1 minus 2x ning kvadrati deb, bu shu murakkab funksiyani hosilasi deb tasavvur qilsang, to'g'rimi? 2x ni qayerga chiqarib olaman? Differensialni ichiga chiqarib olaman. Hosilasi nimaga teng buni? Yo'q. 2 ni bu yerga qanday tushadi? 1 taqsim 2 dt taqsim ilzosida 1 minus t kvadrat. Osonlashdimi? 1 minus t kvadratimiz arsinusga teng. Yo'q. Bir taqsim ilzosida 1 minus t kvadratimiz arc sinus t deysiz. O'zingiz bittasini aytmaysizda. Arc sinus t plus s. T nimaga teng edi? 2x ga. Farqini tushundingizmi endi baba? To'rmasmikan? Nimanidir kvadratini berish kerak-da. Qaysi formula? Ne eslatyapti? Ha. Yo'q, qaysi formulani eslatyapti? Arctangilusda. Yodlagan sirasi tushunadi. 3x kirgizib olsam, Bir taqsim. hosilasi nimaga teng? 3 midi? Oldiga qanday tushyapti? dt taqsim 1 plus t kvadrat. Hosilasi boshlang'ichi nimaga teng edi? Arctangilus. Plus 3x ga. Endi odatda arctangilus deb qolsa qanday qilamiz? Oldiga minus. Chunki arctangilus bu yerda bo'lmasa, lekin arctangilus berilgan bo'ladi. O'sha payt minus oldinda turgan bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Shuni hisobga olib qo'ydim. Men yozdim bo'ldi, kerak emas deb. Bo'lib qolsa minusni olib ketinglar. Plus s. Xo'p, buncha.
Zo'r ko'paytuvchiga ajratib bering, nima deb olamiz? X minus 5x. Yo'q, qarashdingiz. Qandaysizga x minus 5x deyapsiz? Rahmat, tez hisobladi. Mana shuni tushuninglar. Qaranglar, 3 ta misol berdim. 1, 2, 3. Misol ishlayotganda e'tibor berishlari kerak bo'lgan jihatlari. Mahrajda 3 xat kelayotgan bo'lsa, kvadrat 3 xat kelayotgan bo'lsa, diskriminantini topishga harakat qiladi. Diskriminant qanaqa buni? Qobiljon. Kichik bo'lyapti. Bunikichi? 1 bilan 4. Buchi? 1 bilan 3 chiqadi. Yo'q, 1 bilan 3 emas. 1 bilan 2. Qaysiki ko'paytuvchiga ajralsa, mana ajraldimi ikkalasi? Hozir buni ishlaymiz-ku. Hozir buni ishlaymiz. Bu bilan bir xil ishlanmaydi demoqchiman. Demak, xulosa qanaqa bo'lyapti? Diskriminant kichik nol kelib qolsa boshqacha ishlayman ekan. Diskriminant katta nol, ya'ni ko'paytuvchiga ajralsa boshqacha ishlayman ekan. Xo'p, diskriminant kichik nol bo'lgan holatda biz qanday qilib yechim topamiz desa, to'la kvadratga keltiramiz. To'la kvadrat degani dx taqsim x ni kvadrati minus 4x plus 4 plus 2. Bu nimani beradi? Dx taqsim x minus 2 ning qavs kvadrati plus 2. Nimani eslatyapti sizlarga? Qaysidir formulani eslatyaptimi? Mana buni eslatish kerak. Arctanginsda. Lekin bizda arctanginsda 1 plus o'tdi. Nima xalaqit beryapti? 1 plus bo'lish uchun. 2. 2 ni nima qilaman? Yo'q. Qavsdan tashqariga chiqarib olaman. 1 taqsim 2 integral dx taqsim x minus 2 ning qavs kvadrati taqsim 2 plus 1. Qandaysiga? Agar tushunmaganlar diqqatiga mana bunday qilib yozaman. 2 ni chiqardim. Mana integral. Xatma-xat ko'paytiringlar, shuni o'zini beradi. Xatma-xat ko'paytiringlar, xuddi shuni o'zini beradi. Beradi. Lekin endi keyingi muammo paydo bo'ldi. Keyingi muammomiz nima? Mana aytganday bo'ldi. 3x ning kvadrati bo'ldida 3x ni kirgizdik. Hozir bu yerda 2 ni darajasida kvadrati yo'q, bu nima ish qiladi? Qanday kirgizamiz? 2 minus x. Yo'q. 2 ni qanday kirgizaman kvadrat daraja bilan? Qanday qilib ifodalasam bo'ladi? Yo'q. Necha? Iltizosi. Iltizosi 2 ning kvadrati deb olaman. Endi aytib yozaveray. 1 taqsim 2 dx taqsim x minus 2 taqsim iltizosi 2 ning kvadrati plus 1. To'g'ri yozdimmi? To'g'ri yozdimmi? Endi nima ish qilamiz? Zeni ichiga olamiz. 1 taqsim 2 d x minus 2 taqsim iltizosi 2 taqsim x minus 2 taqsim iltizosi 2 ning kvadrati plus 1. Buni nima qilardik bolalar? Deni ichiga kirgizgan narsamizni hosilasi nima? Hosilasi nimaga teng o'ylaysizlar? 1 taqsim iltizosi 2. 1 taqsim iltizosi 2. Tushundingizmi? Teskari o'tadi endi. Endi buni t deb olaman. dt t kvadrat plus 1. Bu bizga nimani berardi? Arctangens, to'g'rimi? Arctangens t plus s. Iltizosi 2 taqsim 2 arctangens t o'rniga nimani olib qo'yaman? X minus 2 taqsim iltizosi 2 plus s. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli.